Yaxshimisizlar? Yozgi ta'til boshlansa ham, lekin sizlarda pedagogik faoliyatingizda hali ishlar jadal avjiga olib bormoqda. Sizlar bilan ko'rishganimdan juda ham xursandman. Eslagan bo'lsangiz, 2024-o'quv yilida 30-may kuni alohida kelib, seminar darslarimizni o'tib ketgandik, bir-birimiz bilan yaxshi yaqindan tanishgandik. Mana bu yil ham mana shunday ko'rishish, seminar darslar orqali uchrashib, bir-birimizga faoliyatimizga oid bo'lgan ma'lumotlar bilan ulashish nasib qilgan ekan. Juda ham xursand bo'ldim. Yana bir yutuqli tomoni sizlarni bizni hududda ro'yxatdan chiqib ketganlaringiz bilan tabriklayman. Eshitib juda ham xursand bo'ldim. Bu juda ham yaxshi natija, bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Eslaringizda bo'lsalar, o'tgan yilgi ro'yxat 39 ta maktab bo'lsa, hozir